Uyg'ur chalg'usi tambur chekma musiqalar turidagi chalg'u bo'lib, buning umum uzunligi 1 metr 42 santimetr o'pchirsti bo'ldi. E, Bu asosliq üzüm yog'ichidan yasaladi. Buningga 5 tal po'lat sim silingan bo'lib, oldidagi 2 tal sim kichik xatli guruhidagi la ovozga, o'ttirdagi 1 tal sim kichik xatli birinchi guruhidagi rey ovozga, keyindagi 2 tal sim kichik xatli guruhidagi so ovozga soziladi. Buni o'rinlashda o'ng qo'limizning begiz barmog'imizga simtir, ya'ni naxunni bekitish orqali chalamiz. Jipning ostidan o'tkazib, tirnoqning orlig'iga kirgizib o'tamiz. Mana bu shaklda bo'ldi. Mana bu shaklga kelgandan keyin buni çekip, eğip çalımız.